Faqat zokir insonlargina Allohning oyatlaridan foydalanadi. Koinotda Alloh taoloning qo'ygan oyatlari bor. Osmon, burjlar, yulduzlar, yer, okean, nabotot, hasharot, o'simlik, jonivorlar. Bularni Alloh taolo hammasini o'zi yaratgan. Allohni zikr qilgan zokir banda ularga qarab turib foyda oladi. Ertalab chiqsangiz ko'chaga, azondan keyin qushlar sayraydi. Kimdir qushlarni sayragani eshitadi, lekin qalbi yuksalgan inson bo'lsa, tasbihni eshitadi. Suv tagidagi jonivorlarni ko'rsatyapti televizorlarda, ko'rib turib subhanalloh deysiz. Hayvonlar ichida bo'layotgan bir ajoyibotlarni o'rganib turib suratga olib ko'rsatyapti, gapirib tushuntiryapti, yoqingizni ushlayapti, subhanalloh deyapsiz. Allohni zikr qilgan banda bu koinotdagi mo'jizalarga, alomatlarga qarab turib foyda oladi. Aqli lol qoladi. Allohning azamatiga tan beradi, uni qudratini ko'rib turib iymoni quvvatlanadi. Yana ham Allohga bo'lgan muhabbati oshadi, e'timodi kuchayadi. Demak, atrofdagi, ofoqdagi oyat, mo'jizalarni, alomatlarni ko'rib turib, kim ulardan foyda oladi o'ziga desa, Allohni ko'p zikr qilgan banda.